Bugün sizler bilen Halstar ve Azizlar. bugün bize dünyadaki en soğuk joy Antarktikada 8 gün yaşayımıza. Yok 7 gün. Agar bizga yordam kerak bo'lsa, biz muzlab bo'lsak, bizga yordam beradigan odamlar ham bor. Daha ketdik. Biz bugün o'zimizga birinchi o'q qazishdan boshlaymiz va qo'ylarni o'ldirib olaylik. Keyin azlar biz o'y qazib baliqlar tutamiz. Bizga ko'proq kerak. Azlar qo'ylarni o'ldiring. Ho'p. O'z divan yasaylik biz. Bir-birimizni yo'qotib qo'ymaylik, azlar. Ho'p. Men divan yasadim ikkita. Uni ketdik yuring. Qo'ylar ham kerak bo'ladi bizga. Qonimiz oshib qolishi uchun. Qulonlar. Shart emas, shart. Aslida o'tgan safar o'lib qoldik. Ketdik. Bechoraning yuragi tushdi. Ya, pichoq bordi menda, pichoq. Dirim pichoqda malini. To'g'ilib ketlaring. Jiyan chiqdi endi, jiyancha. Biza bugun mana shuni yashaymiz. Azlar boqolamiz yuring ketdik. Hozir qayerdan o'qazimiz desam, qo'ylar sag'z yerda. Ha, biz sag'zimiz yo'q. Nima yo'qdirsiz azlar? men echkilarni olib ketyapman. Echkilar? Ha? Echkilar bor. Yo'q, qo'ylar. Keling azlar mana bu yerda yashaymiz. Mana shu yerni qaziylik. Bu en sovuq joy bizga kerka kerak-ku. Azlar kerka bormi? Ha? Kerkasi azlar. Kirka? Da, kerka. Hozir. Sekund nomer. Hozir. Azlar keling tezroq. Sen tezroq. Hozir. Muzlab bo'lyapman azlar. Ana, tushdi. Ana. Bo'ldi, rahmat. Men qo'ylarni qamayman. Siz azlar mana shu yerni qazib turing, men iltimos baliq tutib kelaman. Qarmoq yasab bering. Qarmoq hozir. Sizda bor edi. Kirkangiz tushib qopti. Sizga u qazib turasiz. Valloh hozir. O'zim ham kirkan. Qarmoq uchun kerakli. Mana qarmoq. Qanisiz? Mana. Ketami? Yo'q, bitdik. Kirkan to'g'risi men. Bo'ldi. O'zingiz yasab oling. Kirkada men muzni sindirib, bu yer emas, bu yerda yaxshiroq baliq emas, yaxshiroq baliqlar bor joydan tutib kelaman. Dinastar. Hozir men bu yerni buzib qo'yaman. U yerdan o'qib turing va olib yo'qib turing. Hozir. Siz olib yo'qib chaqib bilasizmi? Ha. Chaqib turing dastar. Yo'q, mana shu yerda o'tirib baliq tutamiz. Kutaman. Kutilmasam. Aslar. Hozir endi boshlayman qazishlarini. Hozir men narsalarimni bo'shatib oldim. Ana endi qazishni boshlayman. Boshlandi. Hozir baliq tutilmagan. Necha baliq tutilmaydi? 2 soat qoldi, 2 soat. Aslar qazib olay deysizmi? Aslar? Ha, hozir. Qancha joy bor? Aslar nima bo'ldi sizga? Bilmadim, o'zim shuna bo'ladi. Aslar joningizga kelgan. Aslar o'yinga qo'shildi. Mas bitta baliq tutilsan ketaman. 3, 2, 1. Hadi. Aslar o'sha o'yinni sarab tayyorroq bordi. O'sha yerda tutamiz. Bitta tutib olay. Bir. Muzgalin tuksu. Muzgalin bo'lyapti aslar. Ishqilib biz ham muzlab olmasak bo'ldi. Shuning uchun olib yo'qib turasiz. Menga hozir tashib berasiz. Kerak emas, ketdim. Muzlab bo'lyapman aslar.
Olov mana yo'q. Keling. Asar shart emas hozir. Qayda o'yinimiz tezroq? Mana bu yerda. Mana shu yerda. Yo'qaymi olam? Yo'q shart emas. Mana shu yerdan bugun baliq tutamiz. Sandiqni eshik qo'ydik asar. Bo'ldi ya. Mana shu yetadi asar bizga. Hozir. Messenger bo'lsa shunchalik katta qazimoq lekin. Biz qazib bo'ldik asar. Shu yerni bitkazib qo'yaylik. Asar nega bunda chuqur qolyapti? Bo'ldi shart emas. Ko'proq narsa bo'ladi-da. Asar shart emas bo'ldi. Yop chiqing. Xo'p, hozir. Bunchalik katta joy kerak emas bizga. Mana shu ham o'zi yetadi. Bugun biz qo'shimcha divan qo'yamiz va bugun birinchi kunni tugatamiz. Bizga kerakli narsalarni viltirotdan tashlab ketishadi o'zlar. Asar fakkarini bedan oling. Asar anasi bering. Uzr. Mana. Olib bering. Hali taxta bilan olib berasiz. Sandiq olib qo'ying. Sandiqni nega bu yerga qo'ydingiz? Hozir olaman. Bo'ldi oldim. Ichida hech nima yo'qmidi? Bor edi. Nima? Ovqatlar bor edi. Bo'ldi yaxshi. Kek yasaymiz. Mana sandiqqa solib qo'yapman mana hozir. Mana taxta. Hozir ana Taxta bilan jigalka bering. bo'ldi, qo'yib qo'ydim. Bo'ldi, o'zi yoqaman. Bugun shu yerda isinamiz. Shu yerda jo'jalar ham bor ekan, ovozi shilyapti, asar. Olib yaqinlashmang, qoching. Nega yoqdim? Tursin. Turinglar. Istisnolar. Mana shu pechkaga ham ko'mir kerak edi, ko'mir. Ko'mir bormidi? Ha. Shu yerga solib qo'ying, asar. Hozir. Biror go'sht bo'lishmi, narsa Go'shtimiz bor mana sandiqda. Solib qo'ying. Pishirish uchun bironma qo'ying, asar. Pishirishni hech narsa yo'q, lekin to'rttamiz bor. Ne 4 yeymiz bugun. Hozir. Qayerga qo'rsam bo'ladi? Mana bu yerga qo'ydim. Voy. Yo'q, sandiq olmasin, sandiq. Sandiq nesi bor? Sapar olib yoqanimizda narsa yonib ketyapti. Undan ko'ra biz biror narsa to'plashimiz kerak, sekinroq yonadigan. Yoki olibni o'zi nima? Bizga lava kerak. To'g'ri, lava qayerda bor ekan? Lava bormi? Men lava bu yerda bo'lishini bilaman, lekin izlab olmagan bo'lsa. Asar paqir bormi? Paqir hozir. Suti paqirini oling. Bo'ldi hozir. Suti ichib olsangiz paqir boshlaydi. Men ishlash kerak asar. Hozir. Lava qayerda bor edi? Hozir. Jo'jalarni tuting, o'ldirib olaylik. Mana paqir bo'shaga. Qani siz? Hozir lava qidirib yuraman. O'ldirdim. Lavan qayerda edi asar? Viltirotda ko'rgandik biz. O'sha qamoqxonadan qochgan videomizda. O'tgan safar bir Asar degan do'stimiz bo'lardi. Shu do'stimiz bilan. Mana voy paqir. Men uyni to'g'irlab turaman. Bo'pti Asar, men hozir lavani topib kelishim kerak bugun. Lava qayerdasan? Yo'q, lava, mashallah. Azizlar, sizdan uzoqlashdim. Shunday yo'qolib qo'ymanglar. Menga lava kerak, lava topa olmayapman. Qornim ham och. Pishak yeb olishim kerak. Va yo'q, olmaydi. U yerda yaxshiroq joy bo'lishi mumkin. Astar lavani topa olmadim.
Afsus. Unga ketyapman endi. Lekin olib bo'lishim ham mumkin. Nega? Qornim och va men muzlikda so'lg'ayib muzlab qoldim. Hozir qor yog'ishi mumkin. Va kechqurun tunda 100 gradus muzlak bo'larkan. Biz shuning uchun lava topishimiz kerak bugun. Qornim och, men ovqat yeb olmasam bo'lmaydi. Astar tun ham tushib qoldi. O'yinimizni men topolmayapman. Men narsa yasamoqchi edim Astar. Uyimizni iloji bo'lsa topishim kerak bugun. Qolib ketilsin. Yo'q, qornim och. Men hozir ketyapman. Olib hammamizni yonmayapti. Men yoqib qo'ydim. Nima bo'l topdim. Mana men olov yoqib qo'ydim. Asir o'chiring bu yerni. Nimaga? Bizimgina hozir o'ziga yo'qoladi. Biz olib eza aytgancha boya kecha nasl topuvdim men. Sent boka qum topuvdim. Shuning uchun sizda hozir qum bormi? Yoki oynak bormi? Ha, bo'ldi, oynak kerak. Nimaga o'chmayapti? hozir o'chiramiz. Hozir. Bizning onasi. Astar bo'ldimi? Ha, nima qilay? Oynakni qo'yaymi? Men tushaman, to'xtab olishingiz kerak desam, to'xtamaysiz. Shuni bizning Astar. Hozir. Menda bolta bor atgancha. Bizning. Hali o'zini qo'ying, o'zini turadigan. Hozir sandiqda qo'yib qo'ydim. Bo'ldi, oldim. Bo'ldi, mana qo'ydim. Bo'pti. Yana ikkita qo'ying. Yo'q, bizning Astar, nega bunday qilasiz? Astar. Nima qilish kerak? Ikkita qo'ying buni. Ustiga oyna yopib qo'yamiz. Voy, tushdingiz. Hozir qo'yaman. Hop. Bo'ldi, endi yo'qaman. Olib qo'ying endi. Oynak. Ana bo'ldi. Qo'l qo'ydiradilar. Hal erta ekan, lekin so'yib oldim. Siz bugun uxlamaysiz. Nega? Zombilar kelishi mumkin. Biz endi o'zimizga ovqat topishimiz kerak, Astar. Tort bormi, tort? Hozir tayyorlaymiz. Tort kerak bizga ko'proq. Biskvit bor ekan, mana menda pishak bor va nonlar bor. Hozir men tort tayyorlayman. 3-4 ta tayyorlayvering. Ha, hozir. Sut yo'qmi? Sut bo'lmasa ham moldan olamiz. Bitta sut yetmas ekan. Ikkinchisiga bitta tort bor. Bittasiga sut yetmas ekan. Yo'q. Sut ketdi o'nik. Qo'ydan sut olsa bo'larmikin? Yo'q, olmaydi. Harom. Nimaga sut bermaysan? O'nik topaman, o'nik. Shishan sindirib, muzday sindirib, hozir men kelin baliq tutib olamiz. Yo'q, hozir menda. Nega bu muzlayapti? Kun isini sovishni boshladi Astar. Hozir men qamoq olib kelay. Bo'ldi, bu yerdan chiqib olmaymiz. Baliqlar ham chiqib olmaydi. Muzlab qolyapti qamoq. O'lsin, Men uyimizni to'g'rilab turaman. bu yer muzdek va biz hozir 39 gradus muzdakda turibmiz, Astar. Yo'q. 39 gradus muzdakda ya. Men Antarktidadagi eng muzdak joydagi uyni bilaman. Bu yerda qo'ylar boqiladi. Borib kelamizmi, Astar? Ertaga boramiz. Chunki Antarktidada Mirjestiniki bordi. Mirjestin uyi bor edi va biz u yerga boramiz. Ertalab tushdim, Astar. Bugun 2-kun o'zi. Day, biz ketdik, Astar. Hozir qolcha oling. 2-kun. Uyga boramizmi? Boramiz.